Assalamu alaikum. Benim ismim Mervayet, aile ismim Hafiz. Ben Qumul diyarı Astana kent tug'ilib cho'ng bo'lib, o'rta boshlang'ich maktabni Astana kentda tugatib, keyin san'at maktabida o'qidim Urumchida. Bu yerni bitirgandan keyin Lando san'at akademiyasida 4 yil maxsus kasb o'qidim. Bitirgandan keyin Urumchi san'at akademiyasida bir mezgil ishlab, 1996-yili Germaniyaning markazi bo'lgan München shahriga kelib o'tiraqlashdim. Mening kasbim rassomchilik, san'at kasbi bilan shug'ullanman. Vatanda o'qiganim shu, Yevropaga kelgandan keyin boshdan oxir men shu o'z kasbim bilan mashg'ulot olib borman. Hozir men German garajdani Germaniyaga kelganda 25 yil bo'ldi. Bugun men ekranga chiqishim ailemizden 3 kishininki guvohligini bermoqchi. Ukam Batur Hafiz 1973-yili men tug'ilib o'sgan Astana kentida tug'ilib, o'rta boshlang'ich maktablarni shu Astana kent tamomlagandan keyin pedagogik universiteti Tan-tarbiya institutini bitirib, Qumul Astana kentida bir mezgil o'qituvchilik qildi. Uningdan keyin Qumul shaharlik 11-o'rta boshlang'ich maktabga yo'tkilib ketgan. Shu yerda bir mezgil ishlagandan keyin hech qanday gunohi bo'lmagan, maktabdimi nihoyatda ilg'or bir o'qituvchi bo'lgan, xanzuchi saviyasimi yetarlik bo'lgan, bir oliy ma'lumotga ega bo'lgan bir insonni gunohsiz lagerga akib ketganligidan 2 yil burun xabarim bo'lgan. Ukamning 16 yoshga kirgan o'g'li bo'lgan shu chaqda 2 yil burun 5 yoshga kirgan kichik bir o'g'li bo'lgan. Yaqinda vasita orqali ukamning 15 yil turma jazosi kesilganlik xabarini angladim. Ukamning hech qanday bir gunohi yo'q, nihoyatda adablik, tirishchan, oilasida yaxshi dada, yaxshi yaxshi inson, nihoyat ko'mchan, adablik bir inson edi. U faqatla bir Allohga ishonadigan bir taqvodorligi bo'lgan. Ammo diniy maktablardan o'qimagan, o'zimizning an'anaviy diniy urf-odatlarimizga rioya qilgan asosda yashagan bir inson. Mushundaq bir gunohsiz insonni 15 yil kesibatdi. Ayoli Gulsumay 1975-yili Qumul shahrida tug'ilgan. Qumul shahrida o'rta boshlang'ich maktablarni bitirib, oliy texnikumni bitirgan Kuytung shahrida. Yani bitirgandan keyin men tug'ilib cho'ng'an Astana kentida ukam bilan birga o'qituvchilik qilgan. Bu Gulsumay nihoyat tirishchan, ilg'or o'qituvchi bo'lib saylanganligidan nurg'un qitimlar men telefon orqali uqqan. Mushundaq bir tirishchan ham oliy ma'lumotga ega bo'lgan bir ilg'or o'qituvchininki lagerga ukam bilan tang bir vaqtda elib keltirilgan, 2 bolasi ota-onasiz qolgan. Yaqinda har ikkisiga turma jazosi kesilgan. Gulsumayga 7 yil qamoq jazosi kesilgan. Bolalari ota-onasiz qolgan. Kichik o'g'li hozir 7 yoshga kirgan. Cho'ng o'g'li bultur o'zi yolg'iz o'rganib imtihonlardan o'tib, Urumchi meditsina universitetiga imtihondan o'tgan. Ukamning shu o'g'lidan bilib olmizki, ukam har ikkisi ayoli bir nihoyat inoq bir oila bo'lib o'tgan. Uchinchisi singlimning yo'ldoshi Tog'ash Ibrohim 58-yili tug'ilganligidan bilaman. Astana kentida nihoyat
tirishchan, dehqonlarning hammasini tirishchan, jafoliq ishlaydi. O'zining bir kapsharxonasi bor. Dehqonlarning traktor, dehqonchilik saymonlarini kapshalab berdi, uzilib ketgan yoki buzilib ketgan saymonlarni. Uningmi hech qanday gunohi yo'q, bir hayot sahroda naydi jafoliq ishlagan bir inson. Uningmi lagerga elib ketganligidan xabarim bo'lgan. Keyin uningmi 15 yil turma jazosi bergan. Men demokrat erlarning Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lib, biz Uyg'urlarning tez orada erkinlikka chiqishini, turma jazosini bekor qilishini, lagerni taqilishini, men taqilishiga yordam qilishini, Uyg'urlarning erkinlikka chiqishiga yordam qilishini so'rayman.